shu sohada shogirdlik qilib kelyapman. Bu meni ustam. Ustangiz haqida fikringiz qanaqa muomala qilishadi sizga? Assalomu alaykum, Xolmi ustaga charchamayapsizmi? Ishlaringiz bo'lyapti. Qalay bo'lyapti ishlaringiz aka? Yaxshi, rahmat aka. Qaysi mahsulotdan foydalanyapsiz? Dunyo bo'yasi Atachento'dan foydalanyapmiz aka. Qalay sizga ma'qulmi? Surkalishlari qanaqa? Hozir ko'rib turibman. Juda katta obyekt qilyapsiz ekanda, yosh bo'lishingizga qaramasdan. Ishlatilishi qanaqa bu mahsulot? Sizga yoqayaptimi? Mahsulot yaxshi aka, rahmat. Sifatli. Hozir uyda egasiga ham bu mahsulotlarimiz yoqyapti. Ishlanishlari ham yaxshi chiqdi. Sizga demak ma'qul bu narsa. Hammamizga o'zimizga yoqyapti. Biz endi auditoriyamiz asosan ustalar, shogirdlar. Ismingiz nima va necha yildan beri shu ustachilik bilan shug'ullanasiz? Meni ismim Ahrorbek. Yarim yildan beri men shu sohada shogirdlik qilib kelyapman. Bu meni ustam. Ustangiz haqida fikringiz qanaqa muomala qilishadi sizga? Ustamiz yaxshi. O'z otamizdek muomalada bo'lishyapti. Hozirgi kunda muomalalari zo'r. Alhamdulillah shuncha ishlar o'rgatdi. Ustamga rahmat aytmoqchiman. Yana bitta savolimiz, bu mahsulotni qaysi filialimizdan xarid qilib oldingiz? Domstroy Farg'ona filiallaridan oldik. O'zingiz farg'onalisiz, chetda shu sohada faoliyat yuritib kelasiz. O'zimiz farg'onalimiz, Rishtondan, Rishton tumanidan keldik. Gap yo'q, ko'ringlar, Rishtondan kelib, atalab hunar o'rganganini kelishyapti ekan. Bu Atachento qumsiz, o'zingiz ham bilasiz, qumsiz Atachentoni manshetlarga foydalanyapsiz. Endi buni qumligi ham bor. Qumligini ham ishlatib ko'rdingizmi? Qalay ekan u? Qumligi ham yaxshi. Uni ramkalar ichiga chiroyli qilib bosganni ishlatdik. Uni ham chiqarishda ancha o'rganib oldim. Ustamga yana rahmat. Demak, uni ham o'rganib oldingiz. Ha, uni ham o'rgatdim. Endi yana bitta savol qarang. Necha kvadrat joyga Atachento qilindi? Taxminan, plus minus. 700 kvadrat. Oho, 700 kvadratga fonni Atachento qilindi. Ustalar yordamlari bilan. Yordamlardan. Malades lekin 2006-yil bo'lishlariga qaramasdan mana shu ishlar bemalol qilishyapti ekan. Kanalimiz obunachilari, agar siz ham usta yoki shogird bo'lsangiz, fikringizni izohlarda yozib qolding. Aka, sizga ham rahmat katta. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.